Ana endi to'shni tamom bo'ldingiz. W211 6.3 ni ovozini bitta eshitib, keyin sizlar bilan obzorini to'liq ko'ramiz. Voy, nima ovoz bu? Nima u ovoz bu? 6.3 deganda siz o'zi nimani tushunasiz? Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar. Videoni ko'rayotgan mana shu mashinada nechta ot kuchi bor deb o'ylaysiz? Naqd 600 tadan oshiqroq ot kuchi bor. Bu mashinaning laqabi nima bilasizmi? Tyson. Ana boksyorlarning kuchi ko'p bo'ladi. Xuddi shunaqa bunda ham shunaqa yetarligidan ortuvchiroq ot kuchi bor. 602 motor turibdi. Mashinaning holatini, sostenasini bitta qarang. Salon holatlari ham hech qattiq qirilib, chizilib ketmagan, dokumentalniy, ofitsialniy rastamoshka bo'lgan mashina. Hech qanaqa BM qayta jihoz yoki bir motor nomerini BM deb yozdirib qo'ygan mashina emas. Motor nomer, yili hammasi bor. Hech qanaqa ошибкасы yo'q deb aytayaptilar. Motorida ham, ходовойda ham, korobkasida ham. Telegram kanal ochganmiz. Telegram kanalga ham o'tib olinglar. Ushbu mashinaning yili 2008-yil. Salon holatlarini ham ko'rdingiz o'zingiz ham. Siz o'zingiz ko'zingiz bilan kelib ko'rsangiz, bu mashinani menimcha olmasdan o'tkazib yubora olmaysiz. W211 ishqibozlariga bu videoni yuborib qo'yinglar. Narxini 31.200 dollarga ko'ndira oldim. Bo'lishi shu. Egalariga telefon qilib, gaplashib, maslahatlashib olsanglar bo'ladi. O'zi siz yaqin orada 6.2 motorli W211 ko'rdingizmi? Noyob topilmalar kanaliga xush kelibsizlar.